Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli kuzatuvchilar, mening ismim Hamidjon. O'zimni tanishtirishdan boshlay. Familiyam Bekmurod. Bugungi kunda Beliver kompaniyasida Rubin komanda lideriman. Beliver kompaniyasiga albatta sog'lig'im tufayli kelib turib, keyinchalik bu imkoniyatlardan men ham foydalana olaman deb qaror qabul qilishimga aynan mana shu marketingdagi oddiylik, soddalikni ko'rib turib, men ham bu oddiylik, soddalik bilan boshqa insonlarga ham doimiy o'rgatishimning evaziga ularning ham hayotini o'zgartirishiga sababchi bo'laman ekan degan fikr bilan ish faoliyatimni boshlaganman. Bugungi kunda Beliver kompaniyasining mahsulotini iste'mol qilayotgan insonlarimiz juda ham ko'p, lekin imkoniyatlaridan foydalanishni qanday qilib foydalansam bo'ladi ekan deb o'ylab yurgan insonlarimiz bor. Aynan bu sohada muvaffaqiyatga chiqish uchun mahsulotni iste'mol qilibgina uyda o'tirib bu imkoniyatlarni o'rganish qiyin, lekin albatta seminarlarga, tadbirlarda ishtirok etadigan bo'lsangiz, har bitta tadbir, har bitta seminar sizning o'sishingizga, muvaffaqiyatli inson bo'lishingizga, hayotingizni o'zgartirishga juda ko'p insonlarga imkoniyat berishingizga sababchi bo'ladi. Mana Beliver kompaniyasi bizga nima beryapti? Umuman oladigan bo'lsak, Beliver kompaniyasiga 3 xil toifadagi insonlar tashrif buyuradi. Birinchi toifadagi insonlar o'zining yaqinlarining sog'ligiga befarq bo'lmagan insonlar. Ikkinchi toifadagi insonlar ushbu siz tanishgan biologik aktiv qo'shimchalarni keyinchalik tekinga olishni xohlagan insonlar. Uchinchi toifadagi insonlar sog'ligini ham tiklab, tekinga ham iste'mol qilib, keyinchalik buning orqasidagi imkoniyatidan foydalanishni xohlagan insonlar. Beliver kompaniyasi bugungi kunda insonlarga nafaqat sog'lik, u insonlarning shaxs sifatida shakllanishiga juda katta hissasini qo'shib, hayotini 180 gradusga o'zgarishga sababchi bo'lib kelmoqda. Aynan bu insonlar tadbirda ishtirok etish jarayonida har bitta bilimlarni olib borishadi. Mana men sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan soham kompaniyamiz, ya'ni Beliver kompaniyasi mahsulotlarni internet magazin orqali sotuvga qo'ygan. Ya'ni kompaniya magazinlardan, aptekalar orqali, do'konlar orqali emas sotuvdi, iste'molchilar orqali sotuvni yo'lga qo'ygan. Bu bilan nimaga erishyapti? Birinchidan, mahsulotning sifatini ushlab qolyapti. Ikkinchidan, mahsulotning narxini oshib ketishining oldini olyapti. Mana men sizlarga tushuntirib beraman hozir bu imkoniyatni. Yanada to'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, seminarlarda ishtirok etsangiz, hamma savollaringizni javobini olasiz. Men bugun sizlarga qisqacha qilib bu ma'lumotni bermoqchiman. Bugungi kunda Beliver kompaniyasining ikkita magazini bor. Birinchi magazini Magic Pack deb nomlanadi. Ya'ni bu Magic Pack loyihasida faqat faol marjon kalsiysi bilan koenzim QH mahsuloti bor. Mana shu mahsulot insonning har bitta organiga hujayra tarkibida ta'sir qilganligi uchun immunitetni ko'tarish sababli kasallikni bartaraf qiladi. Ikkinchi magazinidagi produksiyalar Beauty Pack deb nomlanadi. Bu Beauty Pack magazinida 7 ta mahsulot bor. Xohlagan bir mahsulotini qaysi kasalligi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasallikka yo'nalishiga qarab turib, Magic Pack mahsulotiga qo'shib turib iste'mol qiladigan bo'lsa, mahsulotning ta'sir jarayonini 50%, 60% ga oshirib beradi. Mana Beliver kompaniyasining imkoniyatlari bilan tanishishni boshlaymiz. Magic Pack loyihasida har bitta taklifingiz uchun kompaniya sizga $30 rekrut bonus beradi. Bu rekrut bonuslarni har hafta dushanba kuni soat 9:00 dan keyin sizning shyotingizga tushirib beradi. Beauty Pack loyihasida har bitta shaxsiy taklifingiz uchun $120 dan rekrut bonus tushirib beradi. Ikkinchi daromad turi bo'ladigan bo'lsa, bu kichik daromad turi deb nomlanadi. Bu kichik daromad turi har bitta taklif qilgan insoningiz uchun $7 dan $42 gacha oylik daromad, maksimum $15,000 gacha daromad beradi. Beauty Pack loyihasida har bitta taklif qilgan inson uchun $4 dan 5 oy davomida $20 va $5,000 gacha oylik daromad beradi. Bu kichik daromad edi. Endi 3-chi daromad turiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu sovg'alar. Sovg'alarni hozir tushuntirish jarayonida
hammasini sizga yetkazib beraman. Buni qanday ishlash mumkin, qanday qo'lga kiritish mumkin, bu imkoniyatlardan foydalanish mumkin degan savollarga men sizga hozir to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketaman. Diqqat bilan meni tinglanglar. Mana mahsulotni iste'mol qildingiz, albatta natijasini oldingiz. Jim o'tiravermaysiz-ku. Endi siz ham qaysidir yaqin insoningizga bu mahsulotning effektini aytasiz. Bu mahsulotning ta'sir qiladigan jarayonni, qaysi kasalliklardan shifo topganingizni tushuntirib berasiz. Va mana shu aytish evaziga sizdagi bu biznes jarayon amalga oshishni boshlaydi. Ko'pchilik buni biznes desa, noto'g'ri talqin qilib ketadi. Ha, kompaniyami? Ha, kompaniya degan fikr, ya'ni noto'g'ri fikrga ketib qoladi. Belever kompaniyasi boshqa kompaniyalardan farqi shundaki, bu yerda mahsulotlar sifatli bo'lib iste'molchiga va har bitta iste'molchining o'ziga yetkazib beriladi. Bu yerda hech qanaqangi sotuv yo'q. Mana sizga tushuntirib beraman. Har bitta inson albatta natijaga chiqishni xohlaydi, muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaydi va bu sohada ergashgan insonlarni ham natijaga chiqarishni xohlaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Har bitta insonning o'zida resurs bor. Lekin u resursni qachonki qog'ozga tushirib turib ko'rgan paytida qanchadan qancha resursi bor ekanini keyin tushunib yetadi. Har bitta insonning o'zining orzu maqsadi bor. O'sha orzu maqsadga erishish yo'lida tinimsiz an'anaviy hayotda mehnat qilamiz. Juda ham ko'p mehnatlar qilamiz. Og'ir mehnat, yengil mehnat, lekin u an'anaviy hayotdagi mehnatimizdagi daromad bilan biz o'zimizning orzularimizni maqsadga aylantira olmaymiz. Chunki topayotgan kunlik xarajatlar har oydagi mana shu xarajatlarni yopish bilan kommunalniy, uydagi oziq-ovqat, produktlar shundaylar bilan yopilib ketadi. Lekin beleverdagi daromadingiz bu sizning passiv daromad hisoblanib, boshida kam-kamdan vaqt o'tishi bilan shu imkoniyatlarni boshqa bir insonlarga tushuntirishingizning evaziga, boshqa bir tanimaysiz insonlarning hayotining o'zgarishiga sababchi bo'lishingizning evaziga sizning daromadingiz tobora kengayib boradi. Mana har bitta insonda albatta o'zining maqsadi bo'ladi. Maqsadi yo'q inson u hech narsaga erisha olmaydi. Lekin esingizda bo'lsin, Beleverda hech qachon ham bankrot yo'q. Hech qachon bankrot yo'q. Nima uchun? Sababi bu $395 mahsulotga sarflangan pul albatta bu sog'lig'imizga ketyapti. Sog'lig'imizga sarf qilinayotgan pul. Mana shuning orqasida nima turibdi? Juda katta bir imkoniyatlar turibdi. Har bitta insonning maqsadi bo'ladigan bo'lsa, bu inson albatta o'sha maqsadiga sodiq bo'lsa, natijaga chiqmasdan hech ham iloji yo'q. Mana maqsadi bor insonning bizda endi ishlashi jarayoni boshlanadi. Bunda nima bo'ladi? Har bitta maqsadi bor inson albatta 3 kunlik o'quv kursidan o'tadi. 3 kunlik o'quv kursining ichida mana shu sarflagan puli sog'liqqa ketish evaziga hammasi ichida bo'ladi. 3 kunlik o'quv kursida qanday taklif qilinadi, qanday prezentatsiya o'tiladi, mahsulot qanday kasalliklarga shifo bo'ladi, registratsiya jarayoni, aktivatsiya jarayoni, qay tartibda iste'mol qilinadi, qanday tushuntirib beriladi, qanday bu mahsulotlar keladi, daraxtga qanday joylashtiriladi, hammasi tushuntirib beriladi. 3 kunlik o'quv kursi davomida albatta bu insonga kami 400 tadan kam bo'lmagan ro'yxatni tashkillashtirish, ya'ni resurslardan foydalanish yo'li o'rgatiladi. Va albatta buning ichidan 40 tagina garyachiylari olinadi, ya'ni qiziqqonlari ajratib oladi. Kimgadir shu 400 taning ichidan sog'liq kerak, kimgadir imkoniyat kerak, kimgadir mashina kerak, kimgadir boshlig'i yo'q ish kerak, yana kimgadir yengil ish kerak, yana kimgadir e'tirof kerak, yana kimningdir qaysidir kasallikdan aziyat chekayotgan joyi bor. Xullas mana shu 400 ta ro'yxat ichida 40 ta garyachisi ajratib olinadi va mana shu 40 ta garyachi bilan birgalikda ishlash jarayoni boshlanadi. Mana bu siz, sizning chap va o'ng tarmog'ingiz bo'ladi. Kompaniya binar sistemada ishlaydi. Binar sistemasi degani bu ikkilik, juftlik degan ma'noni anglatadi. Mana sizning va chap o'ng tomoningiz bor.
e'tibor bering. Boshida kelgan har bitta hamkor o'zi taklif qilishga chiqib ketmaydi. Nima ish qiladi? Albatta sponsor bilan birgalikda 3-5 metodidan o'tishi shart. Mana bu 5tasini sponsorning o'zi mahsulot, marketing haqida to'liq ma'lumot beradi. Faqat u yerdagi yangi hamkor diqqat bilan tinglab o'tiradi. 5 ta prezentatsiyani ko'rgan, 5 ta prezentatsiya davomida mahsulot qanday tushuntiriladi, marketing qanday chiziladi o'rgangan inson keyingi 5talikka kelgan paytida bu insonni mahsulotga u tushuntiradigan bo'lsa, hamkori marketingni tushuntiradi, sponsori mahsulotni tushuntirib beradigan bo'lsa, xullas mana shunday almashiladi. Mahsulot, marketing, mahsulot, marketing, marketing, mahsulot mana shunday almashiladi. Va 3-5talikka kelgan paytida ustozi uni kuzatib turadi, kamchilik joylarini to'g'rilab ketadi. Mana ko'ryapsizmi, Beleverda natijaga chiqmaslikning hech ham iloji yo'q, albatta chiqiladi. Lekin uning o'zi ham bu ishda albatta xohlash kerak. Sponsorni tinglagan inson albatta natijaga chiqadi. Xo'sh, ana endi shunchaki mana bu 40 ta insonni taklif qilish uchun 40 ta taklifni qilish uchun qancha vaqt ketishi mumkin deb o'ylaysiz? Kimgadir bir kunda yetadi. Ertalabdan kechgacha ish faoliyat boshlaydigan bo'lsa, 40 tasini bemalol o'tira oladi. Kimgadir bir kun, kimgadir bir hafta, kimgadir 3 kun, kimgadir 10 kun, kimgadir 1 oy. Kelinglar, mana shu meni tinglab o'tirgan insonlar. Har kimning foydalanish imkoniyati, yetkazib berish, taklif qilish jarayoni har xil. 1 kun ham demaymiz, 10 kun ham demaymiz, o'rtacha mayli, uzog'i bilan 1 oy deylik. 1 oy davomida siz shunchaki 40 ta insoningizni taklif qildingiz. 40 ta taklifning ichidan nechta insonni shu mahsulot menga kerak deyishi mumkin, nechta insonga mana shu imkoniyatlar kerak bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizmi do'stlar? Bu juda ham oson, lekin faqat uni diqqat bilan qayta tinglagan paytingizdagina sizning esingizda qoladi. Shunchaki 40 ta insonni taklif qilish uchun 1 oy ketdi deylik. 1 oy ichida qancha inson olishi mumkin shu mahsulotni yoki shu kompaniyaga qiziqib ish faoliyatidan foydalanaman deyishi mumkin. Kimgadir 10 ta, kimgadir 20 ta, kimgadir 30 ta, kimdir hammasi oladi deyishi mumkin. Yo'q do'stlar, hayotda hech qachon ham 100 ga 100 plan amalga oshmagan. Keling, mana shu 40 ta insonning bor yo'g'i 10% ni olsak-da, 10% 4 ta inson shu mahsulot haqida tanishib, darrov qaror qabul qildi va mahsulot iste'mol qilib imkoniyatlardan foydalanaman dedi. Bu 40 taning ichida keyingi oyda kelaman, undan keyingi oyda kelaman, Rossiyadan pul keladi, xullas dehqonchiligimdagi yig'im-terimni olib olay, 3 oydan keyin, 4 oydan keyin deganlarni qo'shmaymiz. Bor yo'g'i 1 oyning ichida 40 ta taklifdan 4 tagina hamkor men shu mahsulotni olib iste'mol qilaman yoki shu imkoniyatdan foydalanaman degan darajasini ko'rib chiqsa. Ikkinchi oyda e'tibor bering. Ana endi siz emas, nima qilasiz? Sizning ham tepangizda, uning ham tepasida odam bor. Nima qilasiz? Siz sponsoringiz bilan, ustozingiz bilan birgalikda endi mana bu 4 ta insonga shu imkoniyatni tushuntirib berasiz. Albatta bu 4 ta inson ham $395 puli qayerga ketyapti, uni bilib olish kerak va bu imkoniyatlar bilan tanishtirgandan keyin har bitta insonning o'zining maqsadi bor. Maqsadini belgilab olganimizdan keyin albatta 3 kunlik o'quv kursi 21 kun odatiy holga aylantiradigan o'zimizning kundalik ish faoliyatimiz 90 kun chilla albatta har bitta inson natijaga chiqadi do'stlar. Xo'sh, tushuntirib berdik, 4 ta inson ham maqsadi bor, 3 kunlik o'quv kursidan o'tdi. Albatta 4 tasi ham har bittasi 400 tadan ro'yxatini qildi. Resurslardan foydalanish uchun kimgadir tanlov, kimgadir imkoniyat beryapti va albatta ichidan 40 ta gariyachisini ajratib oldi. 4 ta inson 40 tadan taklif qilgan paytida ikkinchi oyda 160 ta inson mahsulot, kompaniya, marketing haqida tanishadi ekan. Buning ham 10% ni oladigan bo'lsak 16 ta inson bo'ladi. 3-oyga kelib turib, endi siz mana shu 4 tasi bilan birgalikda 16 ta insonni albatta 3 kunlik o'quv kursidan o'tkazasiz, maqsadini aniqlab olasiz, $395 qayerga ketyapti va bu ish xuddi siz o'tgan chig'iriqdan bular ham o'tadi. Mana shu sistemaning ichida bular ham aylanadi.
Albatta ular ham 40 tadan garajchini oladigan bo'lganda 640 ta inson mahsulot, marketing, kompaniya haqida tanishadi. 640 ta insonning 10% 64 ta inson bo'lyapti. 4-oyga kelib turibdi. Bularning soni 2560 taga yetyapti. Albatta bular ham 40 tadan taklif garajchisini chiqarib turib tanishtirish jarayonida 2560 ta insonning 10% gina hamkor bo'lganda 256 ta inson mahsulot, marketing, kompaniya haqida tanishib qaror qabul qilishdi. Xo'sh, bular 5-oyga kelib turib shu ishimiz takrorlangan vaqtida 10240 odam mahsulot, kompaniya haqida tanishadi, marketing haqida. Bularning 10% 1024 ta inson bo'ladi. Ana endi shuni shu joyda to'xtatib turib, bularni umumiy sonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, umumiy soni shunchaki 1400 ga yaqinlashib qolgan kolичествoni tashkil qiladi. Kompaniya binar sistemada ishlaganligi uchun buni teng 2 ga bo'lamiz. Sababi buni bir tomonga qo'yib ketmaymiz, ikki tomonimizga bo'lamiz. Bo'lgan paytimizda 700 ga 700 dan to'g'ri kelyapti. E'tibor bering, 1400 ta hamkor strukturada bo'libdi. Chap o'ng tomonimizga 700 tadan to'g'ri kelyapti. Ana endi bu yerda eng qiziq savol tug'iladi. Xo'sh, siz 1400 ta bo'laman deguncha necha kishini taklif qilgan edingiz? Necha kishi hamkor bo'lgan edi? E'tibor bering, mana sizning bor yo'g'i shu 4 ta insonimiz. Siz 4 ta insonni 40 ta spiskangizni ichidan chiqarib garajchilardan olgan holatda 4 ta inson hamkor bo'lgan edi. Bu 4 tasiga ham xuddi shu narsani o'rgatganimizda, bular 4 tasi har bittasi o'zining 4 tadan hamkori bo'lgan paytida 16 ta bo'ldi. 16 tasi har biri 4 tadan bo'lgan paytida bir oyning ichida, e'tibor bering, bir oyning ichida 4 ta hamkor chiqarganida va bu narsa takrorlanganida 64, 256, 1024 bo'ldi. Mana sizning bor yo'g'i 4 tagina bir oyning ichida chiqargan hamkorimizning kolичествоsi barobar 5-oyda 1400 ta insonni jalb qildi. E'tibor bering, bitta o'zingiz yashab turgan hududning hammasi sizga kerak emas ekan. Bor yo'g'i sizga 4 tagina sizga ishongan, siz unga ishongan yaqiningiz kerak. Boshqa hech kim kerak emas. Ana endi buning ichida kompaniya nimalar beryapti? Kompaniyaning imkoniyatlari qanaqa endi bu yerda? Bu yerdagi imkoniyatlari bilan sizni tanishtiradigan bo'lsam, e'tibor bering, 8 kishi bo'lgan paytida kompaniya sizga mahsulotning tekin iste'molchisi, ya'ni bronza komanda lideri unvoni beradi. Oylik daromad hisobiga sizga mahsulot tekinga tushishni boshlaydi. E'tibor bering. 50 ta bo'lganda, albatta 700 ning ichida 50 soni bor. 700 ta bo'lgan vaqtda sizga sayohat inom etadi. Sayohat albatta bu $3000 qiymatga ega. 120 bo'lgan payti, albatta 700 ning ichida 120 bor. 120 bo'lgan vaqtida birinchi avtobonusni sovg'aga yoki $8000 premiya. 300 ta bo'lgan payti, albatta 700 ning ichida 300 bor. Ikkinchi avtobonus sovg'aga yoki bo'lmasa $20000 mukofot bo'ladi. Keyingisi 800. Albatta 800 yo'q deyishingiz mumkin, 700 bilan to'xtagan deb. Agar mana shu ishni takrorlaganida 1024 inson har biri bir oyning ichida 40 ta garajchisi bilan shug'ullanganida bularning soni 40000, e'tibor bering, 960 ta inson bo'ladi. Demak, keyingi oyda shu ishimiz takrorlanganida albatta 800 ga 800 bemalol ichidan chiqadi. 800 bo'lgan vaqtda Land Cruiser Prado avtomashinasi sizga sovg'aga yoki bo'lmasa $50000 mukofot puli beriladi. Bularning hammasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, do'stlar, 50000, 20000, 8000, 3000 umumiy faqat sovg'alarning o'zi $81000 ni tashkil qiladi. Mana ko'ryapsizmi? Endi kumush komanda lideri bo'lganda $350 minimum oyligi bo'ladi. Birinchi avtobonusni olgan paytida $840 minimum oyligi bo'ladi. Ikkinchi avtobonusni olgan paytida $2100 minimum oyligi bo'ladi. Uchinchi avtobonusni qo'lga kiritgan paytida
5600 dollar eng kam oylik daromadi bo'ladi. Bu oylik daromadlarda u yog'i bu yog'i mayli. U yog'i bu yog'i bilan 20 ming dollar deylik. 20 ming dollar deydigan bo'lsak, 101 ming dollar daromad bo'ladi ekan. Albatta bu 6 oyning ichida. Do'stlar, e'tibor bering. 101 ming dollar 6 oyning ichida ishlab olish imkoniyati bor. Albatta oylik daromadlarda men taxminan 20 ming dollar qo'yganimda bundan ham ko'p bo'ladi. Meni qo'limdan kelmaydi, 4 ta insonga buni tushuntirib berishim qiyin deydigan insonlar uchun yana bir zo'r tomoni bor, do'stlar. Lekin siz esingizda bo'lsin, buni uyda o'tirib turib erisha olmaysiz. E'tibor bering. Bu bir oyda bir inson 40 ta taklifidan bor yo'g'i 10% hamkor bo'lganda, ya'ni 4 kishi hamkor bo'lgandagi natijasini men sizga hozir chizib ko'rsatdim. Keling, bir oy deymizda buni 2 oy deb olamiz, 4 oy deb olamiz, 6 oy, 8 oy, 10 oy. Keling, mana shu 800 ga 800imiz 490. 6 oy deb olaylik. 6 oy bo'lsin bu, buni 12 oy deb olaylik. Demak, 1 yil bo'lyapti. 1 yilning ichida 101 ming dollar oylik daromad, do'stlar. Qayerda bor shunaqangi imkoniyat, qayerda bor shunaqangi daromad? Bor yo'g'i sog'lig'imizga ketgan 395 dollarning ichida vaqt o'tishi bilan siz kimgadir shu sog'liq va imkoniyatni tushuntirishingizning evaziga kompaniya sizga xohlasangiz 6 oyning ichida 100 ming dollarni oling, xohlasangiz 1 yilda, xohlasangiz 2 yilning ichida oling deb bu imkoniyatni beryapti. E'tibor bering. Arziydimikin 101 ming dollar olish uchun 395 dollar sog'liqqa sarf qilishga? Albatta, keyingi oyda yana 395 dollarga mahsulot xarid qilib turib, oylik daromad izlab, xohlagan mahsulotni, xohlagan produksiyani qiynalmasdan olish imkoniyati sizning qo'lingizda turibdi. Do'stlar, bu imkoniyat hech qayerda yo'q. Bunaqangi imkoniyatni boshqa yerda qidirib o'tirishdan keragi yo'q. Har qanaqangi kompaniya sinov davridan o'tadi. Aynan Beliver kompaniyasi mana bu yil 9 yilligini nishonlaydi. 9 yillik sinovdan o'tib kompaniya o'sish davrida turibdi. Mana bu o'sish davrida siz ham o'sib qolish imkoniyati qo'lingizda turibdi. Mana imkoniyat. Qarang, har oyda endi 4 ta emas, bor yo'g'i 2 kishidan bo'lgan taqdirda ham 1 yilning ichida 101 ming dollar oylik daromaddan tashqari, mayli oylik daromaddan ichida deylik, 100 ming dollar daromad ishlab olish imkoniyati qo'lingizda turibdi. Do'stlar, hammangizga nasib qilsin, hammangizga buyursin. Lekin bu imkoniyatni bir marta ko'rib turib, bu imkoniyatdan foydalanish juda ham qiyin deb o'ylashingiz mumkin, lekin tadbirlarda, seminarlarda ishtirok etadigan bo'lsangiz, buni yanada chuqurroq, kengroq o'rganib olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi tadbirlarda, keyingi video uchrashuvlarda ko'rishguncha deb qolaman.